Alibek. Hindistonga jigar ko'chirtirish uchun konsultatsiyaga keldim. Kelganimdan Xudoga shukr operatsiyalar o'tdi. Ana operatsiyadan keyin mana 15 kun bo'ldi, javob beryapti. Hammasi zakonli, sharoitlari, nimalari zo'r. Sizda jigarda nima chiqadi? Jigardan seryoz chiquvdi jigardan. Keyin sizda sal jigarga rak markatlar baland bo'lib ketdi. O'sha uchun sizga transplantatsiya kelgan. Bo'lmasa hozir vaqt bor edi, kelmasdi. Lekin katta vrach ko'rib, doktor Manav yozib berdi transplantatsiya bo'ladi deb. Undan keyin transplantatsiya bo'ldingiz. Sizlarga orqali sizlarga keldim. Xudoga shukr, hammasi zo'r. Sizlarga gap yo'q. Muhsin aka, Muslim, Shodiyot, ularga rahmat, kattakon rahmat. Mana shu bizlarni shu yerga kutib oldi. Mehmonxona, balinsa hammasini shu perevod qilib hammasini joylashtirganiga bularga kattakon rahmat. Umridan barakat topsin. Endi javob bo'ladi sizga, Xudo xolasa. Endi balinsada necha kun yotdingiz? Endi tuzalib ketdingiz, Xudoga shukr. Hech qanaqa muammo ko'rmadingizmi endi? Balinsada 15 kun operatsiyadan keyin 15 kun yotdim. 15 kundan beri balinsada hech kamchilik ko'rganim yo'q. Hamma sharoiti zo'r. Doktorlarning nimasi zo'r. Zali aka, manzarani yaxshimi, zo'rmasi? Hammasi yaxshimi, tinchmi? Zo'li bob qoldingizmi? O'zingizga kelyapsizmi? Hammasi yaxshimi, tinchmi? Harakat qiling ko'pgina. Qancha harakat bo'lsa shuncha. Siz maska taqib turing, bo'ptimi? Hech qanday muammo yo'qmi hozir? Yaxshi. Mana Nigora opa, operatsiya bo'lishibdi. Qanaqa ekansiz? Mazalaringiz yaxshimi, zo'rmisiz? Donorlik qilgan ekan. Endi siz ikkinchi hayotga keldingiz. Siz jigar sirozdan qutildingiz. Xudo xolasa yig'laman. Hammasi o'rtak bo'ldi. Endi hayotingiz boshlaysiz. Mazana kelib o'ynasizlar, ishlasalar. Bo'ptimi? Mana shunaqa Belkamax klinikada doktor Abidin Choudhury bularni operatsiya qilgan. Manzura opani Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Doktor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Mazalaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Allohga shukr. Hammasi yerinde bu kadar yardım etsinler. Zaten Allah razı olsun. Mana bu beza bemorlarimiz sotib bo'ldi aka. Mana donor Jamshid dadasiga jigar bergan ekan. Necha kun bo'lyapti sizga balinsaga? Bu 12-chi kuni operatsiya bo'ldi. Allohga shukr, hammasi ortda qoldi. Nima deysiz? Shodiyor Mursalin, Umida. Ularga katta rahmat. Ular masalan shuncha yugurib xizmat qilib, kelib xabar olib turdi bizdan. Ulardan Xudo rozi bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Hammasi sog'lik, omonlik bo'lsin. Alloh hammamizni shunday bir xursandchilikka yetkazsin. Doim yaxshi bo'linglar. Mana bugun Makka kelib hamma bemorlar bilan ko'rishdim. Ahvollarini so'rab, hammalaridan ko'rishdim. Bo'pti, mayli sog' bo'linglar. Mana hammalariga ahvol yaxshi, Xudoga shukr. Mana ko'rishamiz, sog' bo'linglar.